Alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Bugun bitta ko'bul topganmiz. Xudo xolasa Angrenda kelishibdi. Normalni qanotlari g'ijim bo'lib ketgan. Mana choklarini ham ko'ryapsizlar, ochilib, qanotlari pastga sinib tushib ketgan. Qanotini tortiladi, metrodan perehod qilib kesiladi. Kesib boshqa qanot qo'yiladi. Orqa bagajlarini ham ko'ryapsizlar, bagajlari o'zi bo'ladi. Orqa panellarigacha g'ijim bo'lib kirib ketgan mana. Stop qatiydigan joylari, qozonlarigacha mana tochkalar g'ijim o'tgan, qozonlarigacha, orqalarigacha g'ijim bo'lib ketgan. Orqa panellari mana g'ijim bo'lib kirib ketibdi ancha. Xudo xolasa panellari o'zi bo'ladi. Panellarni o'zini qilinadi. Xo'p, qanoti alishadi, kesiladi, yarimi qo'yiladi qanotini. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beriladi. Bitirilgan videolarini qo'yib boraman. Jarayonladi, malyarkasi, rixtovkasi, bitta-bittadan jarayonlarni ko'rib baho berasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizning manzil Marg'ilon, Toshkent Bitay yonida, Kuruydi yonida. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, endi ishlaring tushmasin, kerak bo'lib qolsa, aloqaga chiqarasizlar. Arzonroq, sifatli qilib beriladi. Akalar sog' bo'linglar.